Barlıq hamd sana Canabi Allahqa bolsun. Şundaqla Peyğəmbərimizə, ail tavabatlarına və onunğa taki qiyomatgacha ergashganlarga durud salamlar bolsun. Nahaq kuyib ölgən musulmonlar umuman şehit deb qaraldigan bo'lib, kuyib ölgənlərni yuyub tarashda ikkiga ayirib muomala qilamiz. Birinchi, Allah yo'lidagi urushda jangda kuyib o'ldirilgan shehidlar. Abu Musa radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq degan: Bir odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, ba'zilar g'animat uchun urush qiladi, ba'zilar nom shuhrat deb urush qiladi, yana ba'zilar o'zining naqadar botirligini boshqalar ko'rsin deb urush qiladi. Zodi qaysi Alloh yo'lida dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Kim Allohning kalomi ustun bo'lsin deb urush qilgan bo'lsa, shu Alloh yo'lida dedi. Bu turli shehidlar dunyo va oxirat shehidi yoki kamil shehid deb atiladi. Ya'ni bular yuyib taramaslik jihatdan dunyoda shehid muomalasi qilinadigan, oxiratdami shehidga va'da qilingan savob va martabaga erishadigan shehidlardir. Dunyo va oxirat shehidi degan bu turga kofirlar o'ltirib o'tgan yoki jasadi jang maydonidan zaxmlangan holda tepilgan yoki musulmonlar nahaq o'ltirib o'tgan va o'limga to'lam vojib bo'lmagan, aqli o'shi joyida balog'at ketgan kishilar kirdi. Bu turli shehidlar 4 mazhab va asosan barliq ulamolarning qarshida yuyulmaydi. Aqli o'shi joyida emaslar, narasidilar va junub altida o'ltirilganlar Hanafi mazhabda yuyuladi. Zulmga uchrab o'ltirilganlarning dunyo va oxirat shehidi doirasiga kirdiganligini bu hadislar ko'rsatdi. Qandaq bir musulmon bir zulmga uchrab, zolimlar bilan urushib o'ltiriladigan cho'qim shehid ketadi. Kimki zulmdan o'zini qo'g'dab o'ltirilsa, shehiddir. Bu turli shehidlarning yuyulmaydiganligining dalili Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bunu hadisidir. Jinim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, birisi Alloh yo'lida yaralansılar, Allah o'zining yo'lida yaralanganlarni obdan bilguchidir. U qiyomat kuni cho'qim uningdagi rang, qonning rangi, puroq iparning puruqi bo'lgan holatda keldi. Yana bir hadisda Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma bundoq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Uhud g'azotida shehid bo'lgan har ikki kishini bir raqtga yo'gab, ondan ularning qaysi Qur'onni ko'p biladi deb so'raydi. Qaysisiga ishorat qilinsa, shuni lahatga burun kirgizib, men qiyomat kuni ashularga guvohchi bo'laman deydi. Rasululloh ularni qonlari bilan dafn qilishga buyurdi. Ular yuyulmadi va namozga tushirilmadi. Lekin bu turli shehidlarga namoz tushirish masalasida hadislar har xil mazmunda kelgan bo'lg'achqa, olimlar ikki xil qarashda bo'lgan. Ko'pchilik olimlar yuqorqi hadisga asoslanib namozi tushirilmaydi deb qarasa, Hanafi mazhab va yana bir qism ulamolar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Uhud shehidlariga odatda tushiradigan jinoza namozdek namoz tushirganligi sahih rivoyat bilan yetib kelgan bo'lg'achqa, namozi tushiriladi deb qaraydi. Agar riyo yoki dunyoni ko'zlab jihadga qatnashib yoki jihaddan qochib o'tib va yoki g'animatdan o'g'irlab o'ltirilgan bo'lsa, bular Alloh yo'lida o'ltirilgan bo'lmag'achqa, ba'zi olimlar buni dunyo shehidi deb ataydi. Ya'ni dunyoda dafn ishlarida haqiqiy shehidga o'xshash muomala qilinadi-yu, oxiratda niyatiga qarab jazo beriladi. Ikkinchi, biror hodisa yoki o't voqeasida kuyib o'lganlar. Yuqorqi xos ma'nodagi shehiddan boshqa yana bir qancha turli shehidlar bo'lib, bular oxirat shehidi deb ataladi. Ya'ni dunyoda dafn ishlarida odatdagi kishilardek muomala qilinadi-yu, oxiratda haqiqiy shehidlar qatorida ajr beriladi. Bularni ba'zi olimlar 7 turlik desa, yana ba'zi olimlar 20 turlik degan. Odatdagi o't ofatlarida o'lgan kishimi mushu turga kiradi. Jabir ibn Atik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Alloh yo'lida urushib shehid bo'lganlardan boshqa yana mundaq 7 turlik shehid bor. Vabo kasalda o'lgan kishi shehiddir. G'arq bo'lgan kishi shehiddir. Ko'krak paradiyalligi bilan o'lib qolgan kishi shehiddir. Qo'rsoq og'riqida o'lgan kishi shehiddir. O't ofatida o'lgan kishi shehiddir. Tam besib o'lgan kishi shehiddir. To'g'dida balasi bilan o'lib ketgan ayol shehiddir. Bu turli kishilarga qiyin o'lim sabablik Alloh taolo o'z fazli marhamatidan ato qilib shehidlik martabasini bergan. Albatta, shehidlikning bu martabasi jihatda shehid bo'lgan, dunyo va oxirat shehidi bo'lgan kamil shehid martabasidan tevarak o'rinda turadi. Oxirat shehididan iborat bu turli shehidlarning yuyulib, tarilib, namozi tushiradiganligida olimlar o'rtasida boshqa qarash yo'qdir. Bularni yuyish mumkin bo'lgan taqdirda odatdagi meyitlardek yuyuladi.
Yuyulsa titilib ketish xavfi bo'lsa, qo'l tekkizmasdan ustiga suv quyiladi va bir narsa bilan quritiladi. Suv quysa titilib ketish xavfi bo'lsa, yuyilmay tayammum qildirg'ili bo'lsa, tayammum qildiriladi. Tayammum qildirish usuli. Tayammum qildirg'uchi kishi ikki alqini bilan ziminga urib, alqanlarida meyitning yuzi bilan ikki alqinini silaydi. Ondan kepanlanib namozi tushiriladi. Tayammum qildirishmi mumkin bo'lmasa, shu peti kepanlanib namozi tushiriladi. İmam İbn Qudama rahmetullahi alayhi mundaq deydi. Chechakda, o'tda, suvda o'lganlar yuyish mumkin bo'lsa, yuyiladi. Yuyishdan titilib ketishdan ansirgan ahvolda tutmasdan ustiga suv qo'yiladi. Suv qo'ysa titilib ketishdan ansirgan ahvolda yuyilmay, suv ziyon qiladigan hayot odamga o'xshash tayammum qildiriladi. Suv tepilmaganlikdan meyitni yug'il bo'lmasimi tayammum qildiriladi. Bir qismini yug'il bo'lmay, bir qismini yuyish mumkin bo'lsa, hayot odamga o'xshashla shu qismi yuyilib, qolgan yeri uchun tayammum qildiriladi. Ba'zi olimlar bu ahvolda meyitni yuyishning harom bo'lganligini mundaq qayd qilgan. Yuvsa terisi so'yilib yoki eti titilib ketadigan bo'lsa, yuyish harom bo'ldi-da tayammum qildiriladi. Imom Navaviy rahmatullohi alayhi mundaq deydi. Yuyish mumkin bo'lmaganda tayammum qildirishning hukmi vojibdir. Chunki bu maynachilikni tozalashga munosabatsiz bo'lgan ma'naviy paklashdan iborat bo'lg'achqa, suv ishlatilmagan ahvolda junublikdan yuyinishlikdek tayammumga yo'tilish vojib bo'ladi. Demak, tayammumga yo'tilishning dalili hayot odamga qiyos qilishdir. Junub odam suv ishlatilmasa tayammumga yo'tkalgandek, meyitni yug'il bo'lmagandimi tayammum qildiriladi. Vallohu alam. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh 2016-yili 12-oyning 20-kuni